Qadrli ustozlar, aziz murabbiylar, bugungi kasb bayramingiz muborak bo'lsin. Bugun yurtboshimiz ustoz va murabbiylar bayrami munosabati bilan bo'lib o'tgan tadbirda biz ustozlarni eng ulug' kasb vakili deb atadilar. Menga nutqlari davomida keltirgan bir fikrlari juda yoqdi va qulog'imda muhrlandi. Siz aziz ustozlar nafaqat o'zingizni farzandingizni, balki o'zgalarni ham farzandini tarbiyalash yo'lida, ilm ma'rifat yo'lida xizmatga chiqqansiz. Bu yo'lda sizga 2 karra kuch, 2 karra quvonch, 2 karra mashaqqat va 2 karra zukkolik kerak deb aytdilar. Darhaqiqat, aziz ustozlar, biz shunday bir zahmatli, fidoyilik talab qiladigan kasbni tanlaganmiz. Bu yo'lda barchangizni mehnatlaringizga, ishlaringizga omad, barokat, fayz, ilmingizga ilm, vatan ravnaqi yo'lida qo'shadigan hissangizga esa matonat tilayman. Kasb bayramingiz yana bir bor muborak bo'lsin. Salomat bo'linglar.